Assalomu alaykum hurmatli Qilchinovofi, Cho'ponovi, Paxtachinovi fuqarolari. Bugun mana Qilchino yangiliklar gruppasida mahalla hududida kanallarda, yaplarda, ko'chalarda kirakada yuribdi, uyning oldida kirakada yuribdi degan rasmlar tarqatilyapti. Sizlardan iltimos qilamiz, bunday aholi orasida vahima uyg'otuvchi yolg'on axborotlarni tarqatmasligingizni, chunki bu uchun tegishli tartibda javobgarlik belgilangan. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksi 202 moddasida aholi orasida shu vahima soluvchi yolg'on axborotlarni tarqatish va ularni ijtimoiy tarmoqlarda, internet axborot tarmoqlarida tarqatish bazaviy hisoblash miqdorini 50 baravardan 100 baravarga jarima solishga sabab bo'ladi. Shu sababli sizlardan barchangizga iltimos qilib qolamiz. Bu ogohlantirish sifatida aytilmoqda. Agar bu holat yana takror davom etadigan bo'lsa, tegishli tartibda, qonuniy tartibda chora ko'riladi. Hammangizda bunaqa videolarni, yozuvlarni, audio yozuvlarni Telegramdan, Instagramdan, boshqa ijtimoiy tarmoqlardan olib tashlashingizni so'raymiz.